Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz o'zbek tili. Darsning mavzusi undovsiz turkumi haqida bo'ladi. Darsning maqsadi: undov haqida ma'lumot va bilimga ega bo'lasizlar. Berilgan topshiriqlardan undovlarni aniqlaysizlar va undovlar qanday o'rinda qo'llanishini tushunasizlar. Chiroyli va xatosiz yozish malakalaringizni oshirasizlar. Borliqdagi narsa-hodisalarga hissiy munosabat ifodalay olasizlar. Ya'ni atrofdagi voqelikka loqayd bo'lmaslikni o'zlashtirasizlar. Undov nima? O'zbek tilida undovlar mustaqil so'z turkumiga ham, yordam so'z turkumiga ham kirmaydigan so'z turkumidir. Shaxsning borliqdagi narsa-hodisalarga turlicha hissiy munosabatlarini ifodalovchi, shuningdek hayvon, parranda kabilarni kelish-ketish, to'xtatish kabilarga undashni bildiruvchi so'zlar turkumi undov deyiladi. Undovlar odatda boshqa so'z turkumlari bilan grammatik aloqaga kirishmaydi, ammo ular ifodalagan ma'no gapning umumiy mazmuni bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham undovlarning qanday ma'noda qo'llanganligi gap orqali anglashiladi. Ho'kiz yo'q, o'g'il ko'cha tomondan teshilgan. Umr o'tdi, ketdi oqar suvday. Qanday so'lim kecha-ya. Birinchi gapdagi qo'rqinch, qayg'u ma'nosini, ikkinchi gapdagi undovi afsuslanishni, uchinchi gapdagi undovi esa shodlanish ma'nolarini ifoda etmoqda. Undovlar tuzilishiga ko'ra 3 xil bo'ladi: sodda undovlar, takroriy undovlar, juft undovlar. Sodda undovlar voh, voy, hoy, ko'p, xo'sh, kish kabi so'zlar sodda undovlardir. Ular bitta so'zdan iborat bo'lib, boshqa ma'noli qismlarga bo'linmaydi. Masalan, hoy kapalak, qanotlaring ipakdek. Voy, o'zim kirar edim, dedi Binafsha. Takroriy undovlar: bay, voy, hay, kuray, beh, g'ir, g'u kabi takrorlanib qo'llanuvchi so'zlar. Bu xil undovlar yozuvda chiziqcha bilan ajratilib yoziladi. Masalan, hay, shoshmang dehqon bobo, sizni taniyman. Bay, zap choy bo'libdi-da. Juft undovlar: uhu, eha, voy bu, voy vuy, voy dod, voh kabi so'zlardir. Juft undovlarga ham takroriy undovlar singari yozuvda orasiga chiziqcha qo'yiladi. Masalan, ismini hali ham unutmabsiz. Voy bu, muncha noz qilasiz. Undovlarda intonatsiya muhim rol o'ynaydi. Chunki undov ma'lum intonatsiya bilan aytilmasa, u his-tuyg'uni anglata olmaydi. Undovlar gapning boshida, o'rtasida, oxirida kela oladi. Masalan, naqadar mehribon ekan odamga, bunday insonlar har on kerak olamga. Do'ppi tikish yengil-a, hay, palakning mashaqqati. Endi darslikdagi topshiriqqa e'tiboringizni qarating. Darslikdagi 331 mashq. Ko'chiring, gaplardan undovlarni topib, ostiga chizing. Gapdagi o'rnini tushuntirib bering. 332 mashqda o'qing, undovlarni topib, ostiga chizing, ma'no va grammatik xususiyatlarini tushuning. 33 mashqda esa 6 ta gap yozasiz. Ularda sodda, takroriy, juft undovlar ishtirok etishi kerak. Hurmatli o'quvchilar, bugungi ishni ertaga qo'yma maqoliga amal qiling. Barcha narsaga erishish o'z qo'lingizdaligini unutmang. Darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz yaxshi amallarga to'la va xayrli bo'lishini tilayman.